Assalomu alaykum, qadrli Katta issiqxona kuzatuvchilari. Usto'tli issiqxonani patkul holatda topshirgan video qildik. Endigina navbat 4 so'tga yetib keldi mana. Badrinlar ekib qo'ydik. 4 so'tli issiqxonamizni ponni montajlari bilan, отопление sistemalari bilan ponni tugatdik. Sizlarga videoda oxirida narxini aytamiz. 0 dan bitishigacha necha pul ketishini har bir tiyingacha hisoblab aytib beramiz akalar. Xo'p, mana 4 so'tli issiqxonamiz. Turbalarimiz 4 qatordan tortildi. Katta yo'l burchakka o'rnagan padaj chiqib kelyapti, 3 qatorga taqsimlanadi. Bitta padaji keladi. Bu yoqdan shunday 3 taga bo'linib, obratga hisobida qaytib katta 76 li turba tortilgan, to'g'ri katta yo'lga ketadi. Padachi ham 76 da kelgan. Bu cheka asosiy chekadan sovurgan uchun bu yoqlariga ham o'tkazib qo'yilgan ponni sistemalarimiz. O'rtalari ham mana. Xolos o'zimiz ustalarimiz qilib berdi, katta yo'lni o'zimiz berdik. Oldingi safar 5 so'tli issiqxonani katta yo'lni montaj qilganmiz, katta yo'limiz qo'yildi. Videosini qo'yganmiz. Hozir katta yo'ldan ko'rsatamiz. Katta yo'l bu yerga qo'yilgan. Montaj bo'lyapti, suv to'ldirish bilan band. Padaj kelib, juda tarqayapti. Obratgamiz ham 76 lik. Bitta to'planganda bu yoqqa qarab yurgan. Xulosa chiroyli. Tatli ish bo'ldi. E'tibor berib qo'yasizlar. Tabriklar. Sifatli, chiroyli shoularga bemalol murojaat qilinglar, o'zimiz qo'ldan chiqaramiz. 76 yurlandi. Katta yo'lga o'rtada yurlandi. O'rtada yurlandi. Açamiz. Katta yo'ldan ko'rsatamiz akalar. Katta yo'l o'zimiz yasagan. Kecha buni obzorini qo'yganmiz, ko'rdinglar. Raschitildi bak. Suv to'ldirilyapti, qarab turibdi. Tepadan yonadi, behnigarina. Katta yo'limiz 5 so'tli katta yo'l. Yoqqa 1 so'tli ko'chatxona qurilyapti, uni ham qo'shib oladi. Montajı. Video tabii çıkışımızı yapıyoruz. Şimdi ne problem varsa. Transport yolcuları yön boşalıyor. 12 götüstür issiqxonamizga 50 turba tortilgan. 2 stenadan qo'yilibdi. 1.7 ham ishlasa bo'laveradi, narxi jo'roq tushadi. Bu yoq endi uyda egasi 2 stena qilib beringlar degan ekan, 2 stenadan tanlandi. Narxi 27700 so'mdan bo'pti. 470 metr ketgan. Padaj obratga 76 tortilgan. Bu ham 2 stena 13 metr ketgan. 1 metr 38000 so'mdan. Xo'p, sirkulyatsionli motor, elektrod, atod, tosh, boshqa mayda chulalariga 1 million hisobladik. Motorimiz 600 mingga olingan. Xo'p, 200 mingga motorda 2 oyoniga kraniylar olingan. Elektrod, tosh hammasini bitta qilib yozib qo'ydik. Xo'p, xizmati 3 million akalar. 700 mingdan 4 o'tdik, 2 million 800 ming, 200 ming ustanopkaga. Usta o'zimiznikilik uchun ustanopkasini 200 mingga o'zi ustanopka ham 700 ming, 600 ming olinyapti. Katta yo'l o'zini alohida ustanopka. Bu o'zimiznikilik uchun 200 ming so'mga qilib berdi. Xizmat. Katta yo'limiz 5 so'tli 11 million 3 lista bo'lgan. 4 lista bo'lsa, bilasizlar, hech qimmatroq chiqadi narxi. Xo'p, hozir shu общий summamiz 28 million 500 ming so'm bilan shu
4 sotikli issiqxonamiz, paravoy отопление sistemasi tayyor bo'ldi akalar. Bemalol murojaat qila olasizlar akalar. Misol o'zimiz patkuruch topshirib berayotganimizga sabab, misol katta yo'lni boshqasidan olishyapti. Отоплениeni boshqa usta qilgan. Ishlamasa, bir problema bo'ladigan bo'lsa, sistemachi, отоплениячi katta yo'lchiga to'ngaydi, katta yo'lchi sistemasiga to'ngaydi. O'rtada kelishmovchilik bo'ladi akalar. Shuning uchun o'zimizga murojaat qilsanglar, o'zimiz ustalarimiz bor. Chiroyli narxlarda, kelishilgan narxlarda qilib beradi. 700 mingdan qilib surishtirib berasizlar. 1 milliondan qilishyapti yaqin atrofda. Katta yo'lda o'zimizdan olgan hisobidan kelishtirib chiroyli qilib berdi akalar. Kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirasizlar, albatta javob beramiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz akalar. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, shunaqa отопление qilmoqchi bo'lgan yaqin tanishlarga bemalol jo'natib qo'yamiz akalar. Rahmat e'tibor uchun.